Ko'pirlik kompaniyasini 1 kilo parashogimi yo bo'lmasa boshqa kompaniyani 3 kilo parashogi. Xohish sizda. Ko'pirlik kompaniyasini parashogi va boshqa parashoglar bilan farqini solishtiramiz. Matoni asl holatini saqlash xususiyatiga ega, past haroratda ham bemalol kirlarni yuvsanglar bo'ladi, ketkazadi dog'larni. Va gipoallergen hisoblanadi. Hech qanday allergiya bermaydi. Bolajonlarimizning kiyimlarini yuvsak ham hattoki. Biz hozir zelyonka solamiz suvimizga. Qay darajada oqartirib berishini ko'ramiz. 3,5 baravar tejamkor. Bir qoshiq parashok butun boshli kirimizga yetadi. Ko'pirlik kompaniyasining parashoki kubosi qoshiq. Bunday parashokimiz. Bundan 2 qoshiq qo'shaman. Aralashtiramiz va ikkinchi parashokimizni ham aralashtiramiz. Dermatologik sinovdan o'tib, Germaniyadagi xalqaro dermatolog instituti sertifikati bilan tasdiqlangan parashokimiz. Parashogimizning farqini ko'rdinglar. Tavsiya qilish bizdan, sinab ko'rish esa sizdan.